Ustoz, milliy sertifikat imtihonlari boshlanmoqda. Badiiy san'atlarni farqlashni bilmayapmiz. Siz esa uy tozalayapsiz. Badiiy san'atlarni haligacha farqlay olmayapsizmi? Nega? Farqlashni, parollarni o'rgatib qo'yaymi? Ya'ni hayotiy qilib. Birinchisi, tarsiy san'ati. Tarsiy san'ati birinchi misramizdagi so'zlarni ikkinchi bir misrada ham ohangdosh bo'lib kelishi. Bu tarsiy san'ati nima bilasizlarmi? Hammamizni bolaligimiz esimizga tushadi. Ya'ni ota-onamizni aytganini qilmasak nima qilardi? Tars etib qo'yardi. Keyin biz ularning aytganini yana qilaverardik. Shuning uchun ham badiiy san'atimizdagi birinchi misramizdagi so'zlarimiz, ya'ni sendek menga bir yori jafokor topilmas, mendek senga bir zori vafodor topilmas deyilganda, ya'ni birinchi misramizdagi barcha so'zlarimiz ikkinchi misramizda yana ohangdosh bo'lib kelyapti. Mana sendek menga bir yori jafokor topilmas. Ikkinchisi esa mendek senga bir zori vafodor topilmas deyapti. Birinchi misradagi so'zlar ikkinchi misrada takror kelyapti. Mana shunday hayotiy badiiy san'atlarni o'rganmoqchi bo'lsangiz, Zulfiyaxon To'ychiyeva kanaliga ulanib oling va badiiy san'atlarni chalkashtirib yurib borayotgan tanishlaringizga yuborib qo'ying.